Endi shunaqa silovyanniy xamirlarni sotib olishga hojat yo'q, chunki buni sizlar bilan uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. 1 kilo 200 unga 650 gramm suv, 35 gramm tuz solib, oddiy shunaqa xamir qorib olamiz. Men shunaqa miltr 82% margarindan foydalandim. Sizlar maselka yoki xohlagan sariyog'lardan foydalansanglar bo'ladi. 150 gramm margarinni pergament yordamida to'rt burchak plastik holatga keltirib olamiz. Tayyor margarinimizni 20 minutga xolodilnikka qo'yib turamiz, erib ketmasligi kerak. Margarinimiz xolodilnikda ozgina qotib olgandan keyin zuvalamizni bittasini olib, jo'va yordamida to'rt burchak holatga keltirib, ozgina yoyib yuboramiz. Bir xilda yoyilgan xamirimizni o'rtasiga margarinimizni qo'yib, videoda ko'rsatilgandek konvert shaklida yopib chiqamiz. Ustidan jo'va yordamida ozgina tekislab olib, ko'rpacha shaklida yopib olamiz. Xamirimiz ozgina tinib olishi uchun 20 minutga xolodilnikka qo'yib turamiz. 20 minutdan keyin xamirimizni olib, yana bir marta konvert shaklida qaytadan yopib olamiz. Bu holatda xamirimizning qavatlari yana ham oshib boradi, faqat eng asosiy narsa margarin erib ketmasligi uchun xamirni muzlayroq holatda saqlash kerak bo'ladi. Xamirimiz tayyor, har kim o'z xoshiga ko'ra turli xildagi somsalar uchun foydalanishi mumkin.